Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kechagi Facebook tarmog'iga qo'ygan postimga ilova qilinib ketadigan holatlar bo'ldi. Bunaqa videolar avval olmaganim uchun birinchi marta bo'layotgani uchun hayajon bor. Ma'zur tutasizlar. Bu narsani aytishdan oldin holatni qisqacha boshidan aytib o'taman. Hali xolislik bo'lishi uchun, mana joylarini aytmadi deyilmasligi uchun. Xo'p, 4-may kuni Piyospoyaga bordim ish bilan. Qaytayotganimda Sokin kafesini oldida archa daraxtlari kesilayotgan ekan. Uni guvohi bo'lib, telefonimda videoga oldim. Videoga olish jarayonimda bu yerdagi archa daraxtlari kesilyapti ekan degan gapni aytdim va ketdim. U video esimdan chiqib ketdi. Keyin 14 oradan 10 kun o'tib 14-may kuni yana ish bilan Piyospoyaga bordim. Bu safar Sokin kafesining ro'parasidagi qassobxona va somsa sho'rva boshqa nimalar qiladi. Shu yerga bordim. Uydagilarga somsa olib ozroq sho'rva ichib o'tirgan paytimda yo'lni narigi betida Sokin kafesidan Bobur ismli shaxs, familiyasini bilmayman, telefon raqami 7711 bilan tugaydigan shaxs oldimga kelib, kechagina siz videoga oldingizmi dedi. Kechagina degani 10 kun avvalgi. Keyin niyatim to'g'ri bo'lgani uchun men oldim dedim. Keyin oldim deyishim bilan sen sababli men jarima to'ladim. Bu shunaqa gaplarga o'tib ketildi. Men haqligimni haligi noto'g'ri maqsadda video olmaganimni isbotlovchi telefonimda dalillarni ko'rsatmoqchi bo'ldim, lekin u baqirib ko'p gaplarni gapirdi. Men holatimdan kelib chiqib masxaralar ham qilib o'tdi orada. Sen o'zi bekorga bunaqa aravada o'tirmaysan ekan, Alloh bekorga bunaqa qilib qo'ymagan ekan seni, bundan battar bo'lasan degan gaplarni gapirib, Alloh bergan dardimni qo'shib gapirib, u yer gavjum joy, odamlar keldi ketdi ko'p. Allohning barakasi bilan xaridorgir joyligi uchun juda ko'p odamlar bu narsaga guvoh bo'ldi. Meni behurmat qilishiga, shu gaplarga. Orada u yerda somsa qiladigan qassoblar qo'shilmadi, lekin shashlik qiladiganlar qo'shildi. Qo'shilib, unga qo'shilib menga tashlashdi. Tashlashdi degan gap bilan tashlashdi. Men avval bunaqa urush janjallarga ko'p qatnashmaganim uchun, ko'chada oshna-og'ayni bilan ko'p yurmaganim uchun, holatim sababli unaqa janglarga yo'qman. Shunga qo'llarim qaltiradi. Jarayonda, urush jarayonida qo'li qaltirayapti, demak bu aybdor ekan, demak qaltirayapti degan gaplarni gapirishib, shunaqa qilishdi. Aybni xuddi men aybdorni qilib ko'rsatib, keyin o'zini betiga, narigi betiga o'tib ketdi. Men dalillarim umuman e'tibor berilgani yo'q. Mana ko'ringlar deb, u nimani ko'ringlar demoqchi bo'ldim. Shuni aytib izohlab o'tay. Do'stim bilan maslahat qilganlarimiz bor. Hokimiyatga men borib, u videolarni olishdan avval hokimiyatga borib men yer so'raganman. Shahar hududidan do'kon qilish uchun o'zimga yer so'ragan. Bitta joy yoqqan, shuni yoqqan joyni rasmga olib borganman. U joyni ko'rishib, yo bu yashil hudud ekan, yashil hududga kirgani uchun sizga bera olmaymiz
to'g'ri tushunding deyishdi. Keyin men e'tibor berdim. U hokimiyatdan juda uzoqda. Men uyimdan borish jarayonida ham ko'rgandimda yashil hududga qurilgan haligi do'kon, haligi oстановкаga o'xshagan joylar. Shu ko'chada yurganimcha e'tibor berib qaragan ekanman, ko'rgan dedim. Shularni haligi namuna sifatida ko'rsatish uchun mana shahar hududida bor ekan bunaqa do'konlar. Menga ham shular qatori ruxsat beringlar degan maqsad niyatida olingan rasmlar. Menga ruxsat bermadingizmi, ularga ham bermang. Men kuydimmi, ular ham kuysin, ular ham do'konlarini yopsin degan ma'noda emas. Ularni unaqa ma'noda emas. O'shalar qatori menga ham ruxsat bering degan ma'noda. Video to'plagan edim. U kelgan bitta narsani aytdi. Men so'rayotgan joyda hech qanaqa darak yo'q. Men qurmoqchi. Atrofida bor-u, lekin o'sha qurmoqchi bo'lgan o'sha do'konimni hududida yo'q, joyida yo'q. Hech qanaqa darak kesilmaydi u do'kon qilsam. Mana bu yerda bor daraxtlarni ham kesib qilinayotgan joylar bor degan. Haligi u emas, bitta u sokinlarni emas, boshqa joyda ham ko'rgandim. Bor daraxtlar kesib qilingan. Ularni kuydirish, jarimaga tiqish niyatida emas. Shu maqsadda haligi shu jarayonda oshnam bilan gaplashgan zapslarimiz bordi Telegram orqali. Shuni ko'rsatmoqchi edim. Shu xulosamadi. Keyin bu videoni hech kimga ko'rsatmagan edim. Aytganimdek esimda ham yo'q edi u video. Hokimiyatga borishga vaqtim ham bo'lmayotgandi. Haligi vaqtim ham bo'lmay, haligi sharoit, vaziyat to'g'ri kelmayotgandi. Ancha keyinga suryotgandim u ishni. Shunaqa bo'ldi. Unga aytdim. Nari betga o'tgandan keyin, o'zini betiga o'tgandan keyin yoniga borib aytdim. Seni jarimangga sabab bo'lgan, endi sizlar gaplashyapman, endi senlar oxirgida ketyapti. Endi u ham gapirganda, men ham gapirganimda. Agar videoga sabab bo'lgan jarimangga sabab bo'lgan videoni topsang, meniki bilan taqqoslaymiz. Misol, kameraning sifatlaridan ham bilinib qoladi, bitta telefonda olingan. Ko'rib turganinglarda telefonim chaqiraroq oladi. Meniki isbotlasa, men senga katta summani beraman dedim. Bitta summani aytdim. Menga javob, shu gaplarimni videoga ol dedim. Shu dalil bo'ladi senga dedim. Ishonch bilan o'zimga ishonganim uchun aytdim. Keyin yo'q dedi. Men senga qayerdan topaman u dedi. Vaholanki u jarimaga tiqqan bolani u odamni Boburni jarimaga solgan Mashhurbek aka degan aka jarima qildirgan. Mashhurbek akani telefon raqami bo'lgan. Shunda telefon qilib nimadir aniqlasa bo'lardi-da. Keyin u telefon qilmadi, men yugurib yurishim kerak deb juda qiyin jarayonda ko'rsatdi menga. Keyin men baribir ichim to'lmay ketdim uyga. Ertasi kuni keldim yana. Videoni topsam falon million beraman. Agar topilsa-yu meni videogimga mos kelmasa, mendagi materialga seni materialing mos kelmasa, men aybsizligim isbotlansa, behurmatliging uchun rozi emasman, xudoga soldim degan gaplar gapirib qog'ozga yozib olbordim. Haligi meni gapirgan gaplarim haligi boshqacha talqin qilib ketilmasin, haligi odam gapirsa yulib olinadi-yu, haligi to'g'ri gapirilgan joylari. Boshqa talqin bo'lib ketmasin deb qog'oz yozib olbordim. Baribir haligi men shu yerdaman degan ma'no ham bor-da, u telefon raqami yozilgan. Men hech qayerga qochib ketganim yo'q. Bu masala bo'yicha men shu yerdaman dedim. Degan ma'noda. Baribir yana ustunlik jihati bor uni. Ustunlik jihati u o'qituvchi.
gapga usta, yana gap bilan meni yengib, yana qaytarib yubordi. Ertasi kuni bitta qorakani o'rtaga qo'ydim. Shu qoraka o'rtada bir isloh qilib bering, bitta musulmon bilan deb chiroyli qilib aytdim-da. Shu menga aybdorligimni mayli isbotlab bersan, aybdor bo'lsam debman. U gapini haligi qolsoqxonada meni haqoratlagan paytlaridan gapini orasida agar sen bo'lmasang uzr deb ikki og'iz gap bilan gapirib qo'yapti shu gapni o'rtada. U gapiryapti, lekin u shuncha haqorat qilib haligi meni haligi xuddi assist qilgan odamdek qilib ko'rsatib turib odamlarga keyin ikki og'iz qilib uzr qilib qo'yishidan nima o'zgaradi? Baribir odamlar xuddi shu gumonda qoladi-da, baribir shu odam qilgan, shu jarimaga tortgan shuni degan gumonda qoladi. Men unga qanaqmayapman-da. Mabodo demasa aniq qilib qo'yishni iloji bor hozirgi zamonda. Hamma narsa xat hujjati bor. Keyin qorakaga aytdim. Qoraka uni tanir ekan. Shu qoraka o'rtaga tushib, lekin u ish hal bo'lmadi baribir. Yana shu mujmalligicha qoldi. Uni oldiga o'tib, yaxshi gaplar bilan ham gapirdim. O'zi iltimos keling shuni aniq qilib qo'yaylik dedim. Yo'q dedi. Hozir ketmasang aravang bilan otib yuboraman dedi. Aravam rolini ushlab bunday qildi, churta yo'qoldi deb. Aravam rolini ushlab shunaqa o'zi haydab asa tur yo'qoldi degan ma'noda haydadi. Men unga haligi oxiriga yetib berdik shu ishni deyishimga qaramay. Iloji bo'lmadi, keyin ketdim. Bugun o'zim borib tavakkal qilib o'sha ekologiya tashkilotiga boraver, nimadir aniqlasa bo'ladi. Xudo xohlasa deb Allohga tavakkal qilib bordim. U yerda Odiljon aka degan aka bor ekan. Men viloyatiga bordim. Andijon viloyati ekologiya boshqarmasiga. Bu yerda shu Odiljon aka degan aka uni topdim. Keyin u Odiljon aka aytdi, jarima bilan Mashhurbek degan bola shug'ullanadi deb telefon orqali gaplashib aniqladi. Mashhurbek aka ham zo'r aka ekan, haqiqatparvar, adolatparvar. Haligi korrupsiya xudo xohlasa nol akada, u akada umuman korrupsiya degan narsa yo'q. Chunki aytyapti, xohlagan joyingizga borib men sizni oqlab bera olaman, haligi ayta olaman. Agar borish kerak bo'lsa ham deyapti-da. O'zi video ham qilib berdi. Borish kerak bo'lsa bora olaman ham. Asha jarimasiga sabab bo'lgan asha ariza qilgan, uni ustidan ariza qilgan odamni ham olib bora olaman dedi. Yuzlashtira olaman dedi. Malades, Alloh rozi bo'lsin. Telefon raqamimni ham Luboyga bera oling dedi. Xohlagan odamingizga bera oling. Telefonda ham javob qila olaman dedi. Malades. Alloh rozi bo'lsin. Ashakadan.